qattiq bo'ladi. Shut qattiq bo'ladi. Ishonavringlar. Uchta gul beringlar yana. Sen qachon turmushga chiqasan? Uchta odam bittadan gul bersin, yana 3ta gul. Sizlar ham Dubayda o'tirganinglarda billa hamma Sardor, O'tayomon, Ali Banat hamma to'laganda kim to'laydi sizlarga ham shu yerda? Hamma o'z-o'ziga to'laydimi yo Ali Banat to'laveradimi? Hamma o'z-o'ziga to'laydi. Bitta odam to'laydi. Bizda nima bo'lmasa Toshkentda hamma o'z-o'ziga to'laydi. bunaqa kuy bo'lsa, misol restoranda o'tiradigan bo'lsak, misol Sardor chaqirgan bo'lsa, Sardor to'laydi. Agar Sardor yo'q bo'lsa, misol bitta odam bizni kimdir chaqirsa, o'sha to'laydi, biz to'lamaymiz. Seni men chaqirsam, men to'layman. Meta kelib ketish, ovqat, libo joyga. Agar sen meni chaqiradigan bo'lsang, men to'lamayman. Sen ayol kishi bo'lsang ham, sen oldinga borib men pul to'lamayman. Bizda shunday. 45 kishi borsang ham sen o'zing to'la. Bizlarda ayol kishi chaqiradimi, erkak kishi chaqiriladimi? Menimcha erkak kishi doim to'lash kerak deb o'ylayman, bu meni fikrim. Erkak kishi ayol kishining hisobiga ovqatlanib, ayol kishining hisobidan mehmon bo'lishi bu как-то неуважительно. Meni atrofimdagi endi sen chaqirgan joyga men borib pul to'lamayman-ku. Sen chaqirgan joyga men borib pul to'lamayman. Mana kecha kuni bitta qiz chaqirdi. Bu masala o'tirgan joyda qayerdadir chaqirilsa, boshqa tema. 8,5 million bo'pti. Shuni turib tas to'la. 8 million 800 ming bo'pti. Shu to'la dasturxonimiz o'zi. Ishtir to'lab ketdi. Endi to'laydi, chaqirgandan keyin bizni chaqirish osonda, chaqirdimi javob berish kerak, tamom. Seni chaqirsak, senga ham ответственный qilamiz-da. Ответственный qilamiz. Ali Banat tushuntirib bera olmadim senga. Ha. Xullas tushuna olmadik bir-birimizni. Ha, Dubayda kim to'ladi deyapsanmi? Ali Banat to'ladi. Sardor to'ladi. Bir marta oshxonaga kirganimizda men yemadim, meni qornim to'q edi. Qolgan hamma choy ichdi. Ali Banat to'ladi bir marta. Qolganini 3 kun ishda turgan bo'lsak, Sardor to'ladi. O'zi olib chiqdi, ovqatlantirdi, Sardor olib keldi. Sardor turguncha biz qornimiz ochiq, bolalar, men chiqib choy ichib keldim o'zim. Keyin Istanbul tog'a keldi, chiqib u bo'ldi, keyin shuna bo'ldi, o'zi chiqib Ali Banat to'ladi. Bir marta Ali Banat to'ladi. Qolgan Sardor to'ladi. To'lanaveradi endi jalab 80 ming pulni bilan hammamizga bo'lishmaydi-ku, uyatda endi. Uyat-ku, deganajon. Lekin baribir Toshkentda yashash qiyin. Toshkentda yashash oson emas. Toshkentda iloji yo'q.